Assalomu alaykum barchangizga. Bu okeanushkani ko'ryapsizmi? Okeanushkani. Yaxshimisizlar? Biz okeanga keldik, o'rtoqlar. Kayfiyatlar zo'r. Yana nimadan zo'r bo'lyapti kayfiyat? Master-klass yaqinlashyapti. Odamlar o'sha to'lib bo'lgan va bu zo'r. Kim ulgurmagan bo'lsa, hali so'rab ko'ring, balkim sizga ham o'rin bordir. Umuman olganda men shunaqa insonlarni professionallikka qarab yuradigan insonlarni hurmat qilaman. Chunki men doim o'zim shunaqaman, doim tinmay o'qiyman, professionalligimni doim oshiraman va meni atrofimga, meni muhitimga tabiiy holatki shunaqa insonlar keladi. Chunki shu master-klassni tanlabdi ekan, men uchun bu o'zini kompetentligiga qarab, professionalligiga qarab birinchi qadam qo'yadigan insonlar. Men shogird olishga tayyorman, bilim berishga tayyorman, ular esa olishga tayyor. Men shunaqa. Молодцы, девочки. Xudo xolasa 28 va 28-da ko'rishamiz. Manzarani